Hörmətli görürmənlər, bugünkü dərsimizdə bimarlar yemək içməyi haqqında sözləb edimiz. Kişininki insanın salamətligi buzulub, kesel buluşu asasen bunu iki sebepten kelib çıkıdı. Birincisi mikro kan aylanışdan başlap, yani hücrelerinin, tokulmalarının, əzalarının kıldam kan tomirlar arkalık becirivatkan kan aylanışının buzuluşundan başlap, bütün bedellik kan aylanışı ve yeni konunun almış muşu baskıcı yaki muşu ceryanı her türlü sebepler bilen buzulganlık için bedende ählet köpüyüp gidiyor. Yani karbon köpüydü, madde almıştın kelip çıkan ähletler, buzuk maddeler, leş, yipişka, kuyuk maddeler bedenden tazınıp gitemey. Kısmen organlarda yaki bütün bedende zor bilen aylanıp sağlam hücrelerini zehirlep ve umum bedenin immunit gücünü tüvelletiş, beden sapasını, süpütünü tüvelletiş kadarlık zehirlik amilleri bilen, ziyallıkları bilen bizge çoğun tehdit etkilidir. Keselliknin özü şu. Ende keselliknin hemme alametlerini bayqışımız natayın. Bir kısım alametler yüz bergen vaqtida bedenin özünün tengsheş iktidarı bu alamet yoki bu ziyonliq yo'linishni tengshesh, tozalash ve muvofiqlashtirish orqali bizga bilinmagan darajada o'ngshab ketalaydi. Ko'pincha kasallik alomatlari og'rish, sanjiq bo'lish, ichishish, iç sürüş, hövuluş ve başka alametler orqali titreş, terleş qatorliq alametler bilen bizge uçur bergendikin biz şunun qarta davolanishga yoki özümüz tengshesh getirish bakımız. Umumen kasallikning ko'p qismi qon aylanishniki yaxshi bo'lmasligi, yeni konuning olmishi yaxshi ado qilinmaganligi uchun kelib chiqadi. İkincisi kasallikning bir qismi ruhiy omillarning, shundaqla ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sharoitlarningki ta'tir kelishi, besim qilishi, xorlishi sababidan kelib chiqadi. Shuning uchun imkon bor ruhiy jihatdan o'zini to'g'ri baholashi, boshqalarga hurmat bilan qarashi, başkalarga ve etrafga muvafiq derecede maslashish yoki uni shu şekilde qabul qilish ve yoki hech bo'lmasa vaqtincha qabul qilib undan keyin o'zining holatini, o'zining ko'z qarashini tepib olishmi, bumi bir ko'p og'rib qolishning oldini olishdiki bizning qo'limizdan keladigan chora usullardan iborat. Tekrar etimiz. Kasallik asasen iki sebepten kelib chiqadi. Kasallikning ko'p qismi qon aylanishining nacharlashishi, qon tomirlarining to'silishi, yangi va ko'nining almishishi, qiyinchilik uchrashidan kelib chiqadi. Bir qismi shaxsiy va umumliq tava ruhiy, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy sebeplerden kasallik paydo bo'ldi yoki bor kasallik olib ketadi. Endi bizniki özümüzni davalash veya ki doktorlarga berip davalanish jarayonida qilalaydigan eng muhim ve eng ta'sirchan usulimiz yemek içmekler orqali özümüzni tanishashdan iborat. Endi davalash jarayonida ko'p qism kishilarning o'zini o'zi tanishmaganligi va davolayolmaganligini ko'ramiz. Shuning uchun biz tibbiy xodimlar o'zimizniki kuzatishimiz, vazifamiz ve tibbiy qonuniyatlarning ilgari surgan ko'z qarashlari yoki qonuniyatlari bo'yicha
Bemorlarningki ozuqlanishi ve yemek içmek jihatdagi tuvandagidek qoidalarni yig'inchoqlab bugun sizlarga sunmoqchi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bemorlar asosan qon aylanishining nacharligi, badanda zaharning ko'payib qolishi bilan shakllanadi kasallik. Shuning uchun birinchidan bemorlarga to'g'ri parhez berish, to'g'ri ozuqlanishga da'vat qilish bemorning saqlayish uchun to'liq muhim. Parhez buyurdik deb oshirib o'tishga yoki xato parhez buyurishga bo'lmaydi. Masalan, bel put og'rib, put qo'li muzlagan kishiga buyurgin ajizlab ketibdi debla davomliq kava, polo, samsi berishga yoki uni iste'mol qilishga da'vat qilishga bo'lmaydi. Bir qism böbrek kasalliklarida tuz va go'sht cheklanadigan bo'lg'achqa buyurgim ajizlab qoldi degan bemorga davomliq eg'ir quyuq tomoqni buyurish yaxshi emas. Bir qism bemorlarda ruhiy jihatdan besimning ko'payishi sababli oshqozon yo uchay yarisi paydo bo'lib qoldi. Bu avvalda ochiq yoki bo'lmasa tayyorlangan ochiq mahsulotlarni iste'mol qilishga va yoki buni iste'mol qilsangiz bak ziyon qilib ketmaydi deyishga bo'lmaydi. Bir qism ruhiy jihatdan azoblangan kishilarga hal chora so'zlashmi toza to'g'ri emas. Kishilarga yordam qilimi deb uningki dardini qayirib uning dard aytib olishiga yo'l qo'ymay, uni ahmoqlikda, irodasizlikda ayblab darhol hal qilishning choralarini so'zlagan vaqtida bemor mening so'zimni, mening dardimni anglamadi degan tuyg'uga kelib, kasalligi texmi olib ketadi. Chunki ruhiy jihatdan azoblangan kishilarningki hammasini degidek u hal chorasi izlab emas, dardini anglaydigan odam izlab keladi. Shuning uchun sabrchanlikla anglash kerak. Shundaqla ruhiy ajizlashgan, nervus charchagan, dardmand kishilarga hasal, sho'rpa, murabba qatorliq ho'l issiq va ho'lligi yuqroq, tatliq, shirin yemek-içmeklarni buyurish lozim. İkincisi, ishtahningki tutilib qolishi bemorlar uchun to'liq xatarlik bir signal. Shuning uchun bemorlarga ishtahasini ochquchi yemekliklar va dorilardan parhez yoki yo'l yo'riq ko'rsatish lozim. Bemorlarda uzun mezgil yetib davolanganligi, harakatining oz bo'lganligi sababli qavziyat bo'lib qoladi, ishtahasi tutilib qoladi. Gerçi bu kasalligi va yoki hozirgi shu ishtahasi tutilib qolishi yoki qavziyat bo'lib qolishi bu kasalligini paydo qilgan omil bo'lmasimi, lekin shu kasalligining yaxshi bo'lish bo'lmasligi, bemorning ishtahasi ichilib, ichi ravon bo'lish bo'lmasligiga bakmi munosabatlik. Shuning uchun suyuq salang yemekliklarni berish, içini ravonlashtirish, agar zurriyat bo'lsa, tibobat dorilar orqali içini ravonlashtirishga tavsiya qilsak bo'ladi. Bemorlarga bir qatimda ko'p tomoq buyurish va yoki uning yaxshi ko'rgan tomoqi deb uningga tomoq so'lash yoki uningga ahamiyat verdik, ko'ngil bo'ldik, yaxshi ko'rdik deb üst-üstelab tuqqanlar ekegan tomoqni üst-üstelab yegizish, to'xtim degan bemorga xafa bo'lish, qarab turib yeganligini ko'migichilik to'xtamaslik qatorliq badiviy
ve akıl dışı usulla bemarning tezroq eg'irlab ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun oz va ko'p qitim tomoq berish, og'rib qolgan vaqtida ko'ngil ifodalash uchun qilingan yemekliklardan uzoq turish lozim. Bir qism bemorlar nihoyat zil keladi. Şu kadar paylık bolsunmu, keselligiga şu kadar paylık bolsunmu, ama təmi şeklini yaxtırmasa ve bundaq tamaklarının paylık deb zoğlasak, keselligi ağırlap gidiyor. Çünkü nəhayət zil inçki adamların keselligidən öte onun psikologiyası tolumu mühim. Şunun için bir kısım bemarlarga şu bemarın öz yaxşı gördüğün tamaktan başlap onu köndürüp yemek içmekке raya qilish, parizga raya qilish tuyg'usini yetildirib bo'lgandan keyin, anandan keyin kasalligiga foyda qiladigan tamoqlarga yurish qilsak bo'ldi. Uningdan boshqa tomoq pishiq, obdan pishgan bo'lishi lozim. Xam, aldirab pishirgan yoki tomoq ichidagi tarkiblarning ba'zilari bak yumshab, ba'zilarida xam peti qolgan yemekliklar bemor qilingan haqorat va hurmatsizlik bo'ladi. Shuning bilan birga yemek içmeklarda issiq sovuqni, tatliq achchiqni birlikda berish. Bo'libmi yemekdan keyin darhol sovuq ichimlik ichkizish bemorniki tezdan o'zgarib qolishiga, sukamdab qilishiga va yoki başka bir kesellikning qo'zg'alishiga sababchi bo'lib qolamiz. Shuningga imkon bor qonni sovutadigan, qonni muzlatib, qon aylanishini tuvanlashtiradigan sovuq ichimliklarni hozircha bermasligimiz lozim. Shuning bilan birga yemek içmekniki ishlatgan materiallari yangi, pokiz, tamoq etgan muhitniki yaxshi ilmiy pokiz bo'lishini, tamoq etguchining shaxsiy tozaligining yaxshi bo'lishini hammamiz talab qilamiz. Bo'libmi bir qism bemorlar intayin zil inchki mijoz bo'lib, mushu yuqorqi alomatlardan birasida xiloflik bo'lib qolsa, tamoqini yemaydi yoki darhol ich surib ketadi, yegan tamoqini yondirib yetadi. Shuning uchun yemeklarninki materiali yangi, etgan muhiti yaxshi, etguchining salomatligi va tozaligi obdan bo'lishi lozim. Bir qism kishilarniki inkasdan qargan vaqtida bemorlarninki ko'p qismi kesilniki yaxshi bo'lmaydiganligini, saqayanmaydiganligini faraz qilishir ekan. Ve bazı bemorlar bilmey kesilni ağırlaştırgıcı yemekliklerge özünün konu adetleri boyunca devam kılırken. Ve bir kısım bemorlar bilsimi qiydab, başqalarga qiydab özünün bedeniga ziyankeşlik qilib, ziyan qiladiganligini bilib turibmi bir qism yemekliklarni kömidi demesden talışıp yeydigan ve bunu başqalarga açığını çıkarış için qiladigan şunda ahmaqona hareketlerde bo'ladi ekan. Shuning uchun biz bemorlarni normal kishi deb qaramasdan kuyinishga muhtoj, eshik kun tushgan kishi degan nuqtada qarab, hem ularning psixologiyasiga diqqat qilg'ash, hem bemorningki shu giribdor bo'lgan kasalligining alayligiga qarab yemekliklarni tangshish lozim. Yuqoridagi prinsip va qoidalar yolg'iz davolag'uchininki amal qilishga tegishlik usul qonuniyatlar bo'lib qolmasdan shu bemorning o'zini idora qilish kuchini oshirish, o'zini tangshash va o'zini davolash qobiliyatini o'stirish haqidagi bilimlardan iborat.
kasallikdan saqlanğalı bolmasımı, lekin kasallikning ağırlap ketmasligini ta'min etkili, kasallikning boshqa kasalliklarni uyg'otib yoki quturtib chiqishining oldini olg'ili, kasallikni uyda va o'zining sharoitlarida hal qilib davolab ketgili va yoki bo'lmasa yaxshi axloqliq tiyiblarni izlab shu tiyiblarga moslashib o'zining kasalligini, oilasining sog'lomligini amalga oshirg'ili bo'ladi. Bizning leksiyamizningki butun oxirgi maqsadi yanılam o'zini idora qilish, o'zini tushunish, o'zini yemaklik orqali tanishishni bilish, nafsiga chegara qo'yish va qalbini yaxshilikqa yuzlantirishdan iborat. Bugungi darsimiz yemek içmekning bemorni yoki kasallikni paydo qiladiganligi va kasallikning yaxshi bo'lishi uchunmi yemek içmekning muvaffaq ilmiy bo'lishi kerakligini uqtirib o'tmoqchi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh.